O'tgan kunlar o'zbek yozuvchisi Abdulla Qodiriy qalamiga mansub o'zbek adabiyotshunosligidagi birinchi roman hisoblanadi. Asar 1920-yillarda yaratilib, 1922-yillarda ilk marta Inqilob jurnalida chop etildi. Hamda 1926-yilda alohida kitob alohida chiqarildi. Roman 19-asr voqealarini o'z ichiga oladi. Bunda romanning bosh qahramonlari Otabek va Kumushning fojiaviy sevgi qissasi haqida gap yuritilgan. Yozuvchi bir vaqtning o'zida o'zbek ayolining taqdirini ham kuzatib boradi. Ayrim an'analar, xususan ko'p xotinlik, Kumush va Zaynabning o'rtasida o'limga olib boruvchi husumatga sabab bo'ladi. Yozuvchi Otabekda bo'lgan go'zal sevgi bilan qiyinchiliklarni yengib o'tuvchi matonatli Kumush obrazini yaratdi. Biroq asar fojia bilan yakunlanadi. Kumushbibi kundoshi tomonidan zaharlansa, Otabek vatanni himoya qilaman deb vafot etadi. Ushbu asar ishq-muhabbat bobida yoshu qarini birdek qiziqtiradigan, ta'sirlantiradigan ajoyib asar hisoblanadi. Bu asarni ilk bor o'qiyotganingizda ajoyib sevgi qissasi ekan degan xayolga borganingiz tabiiy. Biroq Tohir Malik ta'kidlaganidek, suv ostida ko'rinmayotgan asosiy jabhalar shundan iboratki, asar qahramonlarining xarakterlari ushbu davr muhitida aks ettirgan. 24 yoshlik Otabek bobosidan meros qolgan qul Hasanaliga xizmat buyurganida ota deya murojaat qiladi. Bunga javoban Hasanali ham xo'p, yigit deya javob beradi. Bu borada Hasanalining odob va aqliga qoyil qolsa arziydi. Bunday ajoyib tarbiyaning Otabekning ota-onasi bilan bo'lgan suhbatda ham anglash mumkin. Otabek va Kumushning turmush qurishiga va ularning ajratib yuborishiga sababchi bo'lgan Homid va uning sheriklari obrazida yaqqol iymonsiz ekani tasvirlangan. Biroq ularning iymonsiz ekanligini so'z bilan emas, aksincha qahramonlar so'zlari va harakatlari orqali aks ettirgan. Asar so'ngida zaharlangan Kumush va yoki uni zaharlagan Zaynab haqida salbiy fikr bildirishdan oldin, bu voqealarning bosh sababchisi o'zbek oyim o'z qadri va shuhratfarazligi oqibatida farzandining baxtiqarolik sari yetakladi. Shu o'rinda yozuvchi xalqning nafsoniy illatlari va razolat botqog'iga botib borayotganligini yorqin ifodalagan. Abdulla Qodiriy o'zbek adabiyotida ilk roman yozishni boshlab bergan bo'lishiga qaramay, bu asarda biz biron bir xato va kamchilikni payqamaymiz. Bu asarda shuni anglashimiz mumkinki, Kumushga mehr berildi, lekin Zaynabga mehr berilmadi. U bir chekkada qoldi. Zaynab o'sha paytlarda azob chekkanda shunday nola qilgan ekan. Itarmangiz ko'ksimdan, ko'ksim ilma teshikdur. Men kechganman o'zimdan, qalbim bo'm-bo'sh beshikdur. Men kim baxtga zor bo'lgan, chekkan ozor Zaynabman. Bek uyida xor bo'lgan, qalbim ozor Zaynabman. Marg'ilonning yo'liga ko'zim tushsa dil yig'lar, bo'sh chimildiq to'rida ishqqa mahkum qul yig'lar. Yig'lama ey ko'nglima, bekning bag'ri tor ekan, manglayiga bitilgan, sendan o'zga yor ekan. Men dardimni so'ylasam, toshlar erib ketdilar. Yor yo'liga ko'z tikib, yoshlar qurib ketdilar. Yig'lamagin yig'lasam, bu Xudoga nolishdir. Dardimni bilgan Alloh tunda hamroh bo'lishdir. Kelmagin ey jon Kumush, begim so'zim olmaydi. Men kundoshga chidayman, qalbim chiday olmaydi. Zaynabni ham bir eslang, ishq sharobin ichgan on. Men bolishni qucharman, bek Kumushni quchgan on. Men kim bitta ojiz qul, avval boshda Xudodur. Kumushni ham o'ldirgan menmas rashki balodur.
begim sizga yor bo'lib. Bir bor bag'rim to'lmagan, sizni qanday suyganim Qodiriy ham bilmagan. Haydamangiz ketaman, Marg'ilonga qayting siz, meni qarg'aganlarga mendan salom ayting siz. Zaynab endi telbading, ishq ko'yida devona, baxt ko'rmagan kulbading, yurak bag'ri vayrona. Bu she'rdan shuni anglashimiz mumkinki, Zaynab ham Otabekni kumush sevganchalik sevgan. Lekin Otabek kumushni sevgani tufayli u Zaynabga e'tibor ham bermagan. Zaynab o'zi aytgan she'rida shuni ta'kidlashimiz mumkinki, kumush Marg'ilonda yashaganligi sababli Otabek ham kumush bilan birga yashadi. U ikkalasi ham Marg'ilonda yashadi. Shunda Zaynab Otabek kelib qolarmikan deya Marg'ilonning yo'liga ko'zlarim tushsa yig'laydi degan ekan. Bu turfa xil taqdirlarni paydo bo'lishiga va ularning baxtsiz yashashiga sababchi bo'lgan o'zbek oyim oxirida bu xatoni anglab yetgan, lekin u kunlar o'tib ketgan bo'lgan tufayli